Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qizlarjonlar, juda ham ko'pchilik mendan havo ko'taradigan variantini rosa ko'p so'rayapsizlar. Aytib qo'ying. Do'konda undan вообще kam qoldi. Hozir mana qo'limda turibdi. Birovni mahsulotini yomonlamoqchi emasman-ku, lekin mana bunaqa variantlari ham bo'ladi-da buni. Arzon variantlari, rulonga o'xshagan variantlari, lekin bu qovonni uzoq ko'tarib berolmaydi. Keyin buni yopishtirganingizda bilinib qoladi qovog'ingizda. Bunaqa varianti. Men sizlar uchun o'sha solishtirishni ko'rasizlar-ku. Qo'yib qo'yganman tester zonada. Bemalol bundan ham ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Bu mutlaqo bepul buni ishlatib ko'rishinglar. Lekin eng kачественный, eng yaxshi variantini qidirayotgan bo'lsanglar, даже tegmasanglar 3 kungacha turib beradi. Qo'yganingni bilmaydi. Hozir mana meni ham o'zimni ko'zimda qovog'im bor. Ya'ni yopishtirib olganman mana. O'zim brendimniki. Umuman bilmaydi, ko'ryaptimi? Umuman bo'shim bilmaydi, chunki meni ham qovog'im bor. Bu muammo hamma ayollarni qiynaydi. O'shaning uchun